2-3 kundan beri Instagramga e'tibor qilyapman. Yog'lama degan turk taomi bizga trend bo'lib kirganmish. Mana videolardan ko'rib ishtaham ochilib qarang, mana bitta tayyorlab ko'raychi. Va hamma qilganga arzirmikan dedim. Dastlab ishimizni sariyog'da mayda qilib to'ralgan piyozni tillarang bo'lgungacha qovurib olishdan boshlaymiz. Ketidan qiyma, aralash ziravorlar va tomat solib yaxshilab aralashtiramiz. 1 stakan suv solamiz va 10 daqiqa dinimlaymiz. Idishimizga smetana yoki kefirni solib, bitta dona zubchik chesnok va ozgina tuz solib, sous tayyorlab olamiz. Bizga shunaqa dumaloq lavash xamirlar kerak bo'ladi. Lavashimizni to'rtga buklab, faqat uch qismlarini sayimizga botirib olamiz. Tayyorlagan qiymamizdan solib chiqamiz, keyingisini yopamiz, yana solamiz va yana keyingisini yopamiz. Shu jarayonni takrorlab, eng ustki qismiga ham qiymamizdan solib olamiz. Endi eng zo'r kulminatsion nuqtasiga keldik, qizlar. Tayyorlagan souslarimizdan quyamiz, o'rtasini bo'lamiz va shitirlatib sayyolarimizni eritib quyib yuboramiz, qizlar. Uni siqqanda orasida souslarni oqib turishlarini qaranglar, qizlar. Uni yeb ko'rib mazasi juda ham yoqqanida, ha bu taom bekorga trend bo'lmagan ekan dedim. Juda ham sochni yoqadi ekan, menga yoqdi. Sizgacha izohlarda yozib qoldiring.